kichik halqa yo'li Astanovkada bizlar magazin bor edi. To'g'risini aytsam, boshida bizlar xavotir olgandik. Toshkent shahar va tuman hokimligi bilan gaplashgandan keyin hammasiga oydinlik kiritildi. Bu do'konimiz o'rniga boshqa do'kon berdi. Bizlarga klientlar kelib to'xtaganda ham avtobuslarga xalaqit qilardi mashina. Shularning oldi olindi. Hokimlik bizga yordamini ayamasdan o'rin boshqa joy berdi. Eng muhimi u joy hech kimga xalaqit qilmaydi. Eng muhimi kelajakda bu tadbirkorlarimizni yana davom ettiramiz. Tadbirkorlarni shunday qo'llab-quvvatlayotgani uchun rahmat aytamiz hokimlikka. Nima Astanovkada sharoit yaratib berayotganingizga rahmat sizlarga ham. Mashinalar ko'p turib qolardi, bilmay qolardik, o'tolmay ham qolardik. Sharoit yaratib berayotganingizga rahmat sizlarga ham kattakon. Xursand bo'ldik biz ham eshitib. Avtobusga chiqib ishimiz ham oson bo'ladi endi. Rahmat sizlarga ham kattakon. Ishingizga omad.